Toshkent viloyati Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on mahallasida 4 sotixli 7 xonali uchastkani bugun sizlar bilan obzor qilamiz. Hovlimizga kirib kelishimiz bilan bizani shunaqangi vid kutib oladi. Bu uyimizni 5 ta xonasi tayyor remont qilingan, qolgan 2 ta xonasi korobka holatida. Kirganimizda bizani shunaqangi chiroyli hol kutib oladi. Holdan chap tarafga yurganimizda shunaqangi mehmonxona patologlari, aboylariga alohida e'tibor bering. To'g'riga kirganimizda bizda bitta детская komnata. Bu xonadan chiqib, holdan o'ng qismida joylashgan bizda родительский spalna. Uyimizni bu qismini ko'rdingiz. Keling, endi men sizga korobka qismini ko'rsataman. Kirganimizdagi bu xonani yana bitta родительский spalna qilsangiz bo'ladi, chunki o'zini alohida sanuzeli uchun joy ajratilgan. Bo'tdan chiqib boshqa eshikdan kiriladigan ikkinchi korobka holatidagi xonamizni ko'rishingiz bo'ladi. Keling, endi hovlimizning oshxona qismiga o'tamiz. Kirganimizda bizani shunaqangi fayzli oshxona kutib oladi. Oshxonaning yonidagi ikkita eshik, birinchisi bu dushovая kabina bo'lsa, ikkinchi eshigimiz kladovka uchun mo'ljallangan xona. Keling, endi hovlining yon tarafiga o'tamiz. Bitta bizda joylashgan tashqaridagi hojatxona, yonida esa kotelni xona. Uyimiz zo'r joyda joylashgan. Hava supermarket, magazin, maktab, bog'chalar hammasi yaqin. Yo'l yuzida joylashgan uchastkamiz. Ushbu uyimizning egalari $95,000 baholashyapti. Agarda sizga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.